O'sadi o'lim, o'sadi. Hammani bo'yi qator bo'ladimi? Hammadan ham baland bo'ladi. Zo'r ekan-ku. 1, 2, 3. Dada, necha soat turishim kerak? Bir 4 soat tursang bo'ladi o'lim. Bo'yim o'sgandan keyin jo'ralari maktabga ahmoq qilmaydimi? Ahmoq qilmaydi o'lim. Enasini ko'rsataman ahmoq qilsa. Da, qattiq o'tirtamiz. Eshitmag'man, kuylari jittilla. Dada, nimani yo'g'i sasib ketyapti. Alo, kuchukni yo'g'i. Shing bo'lmasin, bo'ying o'sadi. Qimillamay tur o'lim. Qancha o'sibdi dada bo'yim? Yarim metrdan ham ziyod o'sibdi. Yo'q-a? Dadang seni allab yuribdi. Sen 1 gram ham o'zgarmasan ham o'smaysan ham sen. Dada, ana shu meni maktabga ahmoq qilaydi-da. Tug'ilganiga pushaymon qildiraman o'zimni. Ena, nem ko'r. Menani o'zi burgachar maktabga borsam ur gazingni beraman. Agar bermasam o'timni kesib qo'yaman. Dada, baqqa nima keldi? Baqqa bor-ku, davlat tomonidan qurilayotgan yangicha maktab. Mana shuni seni o'qitamiz. Baqqa ahmoq qilmaydimi? Umuman ahmoq qilmaydi. Uyimizga uzoq-ku. Men ham garang emas, o'lim. Shuni bilib, Sokin turar joy majmuasidan bitta uy olyapman. Bu yerda afzalliklari bor-ku, boshlang'ich 100 ta xonadonga 72 oyga bo'lib to'lashga berar ekan. Zo'r ekan-ku. Undan tashqari bitta uy, bitta Cobalt 2 olsang bo'ladi. Uning uchun nima qilish kerak? Buning uchun borki, 15-avgust kuni bu yerda sotuvi boshlanadi. Ana shunga boshlang'ich 100 ta xonadonga ship ulgurib qolish kerak. Dada, bog'chasi ham bor ekan. Bog'chasi ham bor, yoniga yangi bulvar ham qurilyapti. Zo'r joydan olibsiz-a uy. Bu yerda lokatsiyasini qara. Oltin Samarqand yangi mostdan shunday chiqqandan chap qo'lga. Sentrga ekan-ku. Sentrga. Ulim, maktabga bor-ku, bironta seni maydachi deb ahmoq qilsa, menga aytasan bor-ku, aptini bor-ku, to'rbuchaq qilib taylayman. Tushundingmi? Ha. Burgacha, bo'ying o'smabdi-ku. Dada, bo'yim o'smabdi-ku. Siz bo'yim o'sdi deb allaysiz. Men kirmayman maktabga. Ketdim uyga. Menangni emgur.